orzular ushaladigan, butun millat yillar davomida intizorlik bilan kutgan lahzalar yetib keldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk bor jahon chempionatida ishtirok etish uchun okean ortiga, Amerika Qo'shma Shtatlariga yetib bordi. Vakillarimiz allaqachon AQSh tuprog'ida va biz dunyoning eng nufuzli turnirida shunchaki ishtirokchi bo'lish uchun emas, balki tarix yozish uchun keldik. Fabio Cannavaro boshchiligidagi terma jamoamiz hozirda iqlimga va vaqtga moslashish jarayonini boshlab yuborishgan. Rasmiy turnir startiga qadar yigitlarimiz shunchaki mashg'ulot o'tkazish bilan cheklanib qolishmaydi. Milliy jamoamiz jahon chempionati oldidan o'z kuchini sinovdan o'tkazish uchun ikkita yirik o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Raqiblar Shimoliy Amerika grandi, Kanada hamda Yevropa futbol afsonalaridan biri Niderlandiya terma jamoalari bo'ladi. Bu o'yinlar asosiy tarkibni yakuniy ko'rikdan o'tkazish uchun eng qulay imkoniyatdir. Mundialdagi debyut uchrashuvimizni 18-iyun kuni ertalab soat 7:00 da Janubiy Amerika grandi Kolumbiya terma jamoasiga qarshi boshlaymiz. İlk o'yindayoq yigitlarimizni jiddiy sinov kutib turibdi. Guruhdagi ikkinchi o'yinimiz esa haqiqiy super to'qnashuvga aylanadi. 23-iyun kuni tungi soat 22:00 da guruhning eng asosiy favoriti Portugaliyaga qarshi dahshatli jangga guvoh bo'lamiz. Guruh bosqichining yakuniy hal qiluvchi bahsini esa 28-iyun kuni tong sahar soat 4:30 da Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi o'tkazamiz. Do'stlar, mana shunday tarixiy pallada milliy jamoamizni qo'llab-quvvatlash, ularga masofadan bo'lsa-da kuch bag'ishlash har birimizning burchimizdir. Xo'sh, sizningcha O'zbekiston ushbu qiyin guruhdan nechanchi o'rin bilan play-offga yo'llanma oladi? Dastlabki raqibimiz Kolumbiya bilan o'yinda vakillarimiz qanday hisob qayd etishadi? O'z taxminlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling va tarixiy jahon chempionatini biz bilan birgalikda kuzatib boring. O'zbekistonga g'alaba yor bo'lsin.